Rishad Nuri Gunteginning Chalqushi nomli romandan parchalar. Ovozda Rayhon Oblat. Odamlar yashagan yerlarda birga turgan odamlar bilan ko'z ko'rmas yiplar bilan bog'lanarmish. Ayrilganda bu yiplar so'zilib, üzülgen skripka tarisdek mungluq ovoz chiqarishga boshlarmish. Va har bir üzülganda ko'ngilda ayrim hijron o'yg'tarmish. Buni nima degan to'g'ri yozgan-a? Ümitsizlik kesilining va tabiiy falokatlarning birdan-bir dorisi chidam va parvozsizlik. Alamning ichida bir xil yoshirin shafqat bor. Zarlanmaydiganlarni, ochiq chiroy bilan qarshi oldiganlarni kamroq azoblaydi. Ichimda qon yig'lasammi, kulishga, naqsh aytishga, hatto pushqishtishga harakat qilardim. Oxiri birib, qalbim bu yolg'on xushalliqni go'yo rostda his qilishga boshladi. Solashgan günler suv chilangandan keyin yashargandek qalbim barbara jalnishga boshladi. Bu xushalliqlarning yasama o'tkinchi bir narsa ekanligini menga ayon. Mayli shundaqmi bo'lsin, qop-qorong'i o'lguriga tushgan nur, o'rilgan tomning kesak to'plari orasida unib qolgan ojiz bir gul, har nim bo'lgandimi hayotlikning alomati va insonning tasallisidir. Oliyjanoblik do'stligimizda u o'zining erkak ekanligini unutibdi. Ammo men ayol ekanligimni unutmabdiman. Er kishilarning to'lisi bakma eski, rayimsiz bo'ldi. Bu haqiqat. Ayollarning hammasi yaxshi, rayimdil keldi. Bu haqiqat. Lekin er kishilar orasida intayin pok qalblik, diyonatliklarmi tepilib qoladi. Mundaqlar bakma az. Bulardagi qalb poklikni har qanday ayolda tepish mumkin emas. O'z kasbim va bu ishim menga aql berdi. Odam zarni biroqli yutib kerak. Ya o'ladi, ya qutuladi. İçimde sunğan allaqandaq bir narsa bardek his qilaman. Burunqi tan sog'ligimni, menga hamma narsani yoqtiradigan ko'ngil xushchaqchaqligimni ham topolmayman. Kulib turib yig'layman, yig'lab turib kulaman. Bir minutim yana bir minutga o'xshamaydi. Masalan, tunugun oqshom bakmi xushal edim. O'rinda yetib ko'zimni yumganda o'zimni baxtiyor sezgandim. Tong otarga yaqin qorong'ulikda hiç sebepsiz yığılıb turib uyg'ondim. Nim bo'lgan edi? Nimishqa yig'layman? Buni o'zim bilmayman. Go'yo bu kecha keng dunyoning jimiki uylarini bir-birlab arlab, u yerda qanchalik g'am qayg'u, umitsizlik bor bo'lgan bo'lsa, hammasini yig'ib o'z qalbimga to'shqizgandekman. Bu sebepsiz, nomisiz, tilsiz motam ichida "Jenim opa" deb titrab turib yig'laydim. Yoruqluq ağrıq ko'zlarni qandaq aytishtirsa, baxtmu yarlangan ko'ngillarni shundaq aytishtirdi. Ağrıq ko'zlarga o'xshash dardman ko'ngillar uchunmi qorong'ulikdan ortiq da'vo yo'q. Kamran, aslida biz bugun bir-birimizdan ayrilamiz. Men faqat bugun tanho qoldim. Barliq bilib o'tgan ishlarga qaramasdan sen qisman mening eding. Men bo'lsam butun qalbim bilan sening. Chalqushi bu tog'lardan yana musofirlik puriq ilishib boshladi. Bu puriqni butun qalbi bilan purmaganlar uchun musofirlik puriqi degan so'z to'mmi ma'nisiz tuyular. Xiyolimda yo'llar barg'ansir tarayib,
qayg'uga batgan tugumas musofirlik yo'llari so'zilib ketyotdi. Hatto bu yo'lda quloqlarimga o'tkinchi harvlarning zil ovozli qo'ng'iroqlari yig'lagandek anglanadi. Nemini umid qilsam, shu bekor bo'ladi. Nemini yaxshi ko'rsam, shu o'ladi. Mana 3 yil avval bir kuz oqshimi bilan billa o'lgan shu qizliq tushlarim. O'z balalarim, unadan keyin nisa, bularning keyindan yolg'iz, yetim ko'nglimni bezlarda umid qilgan o'quvchilarim. O'z cho'chalarini xavf ostida ko'rgan ana qushga o'xshash, meni talpindirgan bu narsalar kuz yo'pirmoqlardek bir-birlab sarg'ayib xazon bo'ldi. Texi yeshim 23 ga to'lmadi. Yuzimdan, tenimdan balaliq izlar ketmadi. Halbuki ko'nglim boshdan oxiri o'zim yaxshi ko'rgan narsalarning o'liklari bilan to'ldi.